Kişilik hüquqini kuzatish tashkiloti Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtining Ilhom turmida qamalib turayotgan barliq o'quvchilarni qo'yib berishni talab qildi. Kişilik hüquqini kuzatish tashkilotining aytishicha, Xitoy hukumatining 2021-yil 12-oyda oshkorlangan mahbuslar tizimligidan Ilhom To'xtining 7 nafar o'quvchisidan 6 nafarining 2014-yil dekabrda 3 yildan 8 yilgacha qamoqqa hukm qilinganligi ma'lum bo'lgan. Mazkur tashkilot 1-aprel e'lon qilingan chaqirig'ida mazkur o'quvchilarning qamoq jazo muddati to'shqan bo'lsa-mu, biroq ularning qo'yib berilgan yoki berilmaganligi ma'lum emasligini bildirgan. Xitoyda o'tkazilgan Afg'oniston masalasi haqidagi 2 kunlik yig'inning yepilish marosimida Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Afg'onistondagi Talibanlarning sharoit pishib yetilganda Afg'onistonning qonunli hukumati deb e'tirof qiladiganligini bildirgan. Wang Yi'ning aytishicha, qo'shni davlatda Talibanlarning terrorlikqa qarshi turish, etnik guruhlar ara yarashish hamda ayollar va bolalarning haq-huquqini qo'g'dashda texnik ko'p ilgirlash hosil qilishini kutadi ekan. Vaholanki, Uyg'ur ayollarining tug'ishini planliq va sistemalik cheklab, irqiy qirg'inchilik qilish bilan ayblanib kelayotgan Xitoy Talibanlar bilan bo'lgan munosabatda izchil Uyg'urlarning Afg'onistonda faoliyat qilishini cheklashini oldingi shart qilib kelgan. Amerikalik olimlar insonlarning gen xaritasini butunlay sizganligini e'lon qildi. 2003-yili Amerika davlat gen tadqiqot o'rni tunji qatim insonlarning gen guruhini tasvirlagan. Ammo uning 8%ni yechib bera olmagan. Taxminan 20 yildan keyin yo'qolib ketgan parchalar tamomlangan. Olimlarning aytishicha, bu xarita qerish, rak va yurak kasallik qatorliq sohalarda yangi davolash uskullarini bayqashga yo'l ochadi ekan. Yegilishicha, nol Covid siyosatini yo'lga qo'ygan Xitoyning Shanxay shahrida yuqumlangan bolalar ayrim karantin qilingan va ularning oilasidagilar bilan birga ko'rishga yo'l qo'yilmagan. Astirjov Xitoy virusi bilan yuqumlangan 2,5 yoshlik bolasidan ayrilgan ota-onalarning biri. Boshqa karantin markaziga evatilgan Jovning deyishicha, qizi bek kichik bo'lg'achqa onasidan ayrilanmaydi ekan. Jovning andisi yana bir buvoqning hujuridan vaqirab-jaqirab o'milab yurgan sinlar bilan cheklangan bo'lib, suratlarda Shanxayning Jinshan rayonidagi o'smirlar karantin markazidagi buvoqlarning ahvoli ko'rsatilgan. Ukrainalik hujjatli film ishlaguvchi va fotograf jurnalist Maklevin Kiyevga yaqin joyda qazo qilgan. Levin 10 yilga yaqin xizmat qilgan Ukraina taratqusining bildirishicha, bu hujjatli film ishlaguvchi 13-mart bir sobiq fotograf bilan birga Rossiya tajovuzchiligining oqibatini xotirlash uchun Gota Mijigirsk rayoniga ketgan bo'lib, shuningdan buyon izlariga bo'lmagan. Pokiston bosh ministri Imron Xon bugun o'ziga qarshi ilib berilgan ishonchsizlik bileti tashlanishidan ilgari e'lon qilgan bayonotida o'qituvchilarning meni ilib tashlashiga urinishi Amerikaning ichki siyosatimizga aniq aralashganligidir dedi. Imron Xonning aytishicha, 8-mart Pokistonning Washingtondagi bosh elchisi Amerika amaldorlari bilan ko'rishgan va rasmiy yig'inda tahdid xati berilgan.